İslamdaki aile tüzümü. Abduri Muhammed Yusuf. 4. bölüm. Ata-analar haqqida. Ata-analarning ballar ustidagi haqlari. Ata-analarning farzandlar ustidagi haqlari intayin ko'pdir. Ballar ata-analarga qanchalik ko'p xizmat qilsa-mu, ata-analarning ular qilgan yaxshiliklarni hargizmi qaytarib bo'la olmaydi albatta. Ata ailening yetarlik ehtiyojlarini to'liqlash yo'lida harmay talmay ishlaydi, charchaydi. Ana bo'lsa, farzandim deb 9 oy qo'zoq ko'tarib, andin uni tug'ish jarayonida olamni zilzila keltiradigan og'ir to'lg'oqlarni beshdan kechirib, ming bir jafoda uni tug'di. Andin uni yillar bo'yi emitib, asrab cho'ng qiladi. Uni cho'ng qilish jarayonida kechalari tatliq uyqusini o'ziga harom qilib, bolasini asrash, himoya qilish yo'lida o'zining rohatini unutadi. Ata-analar balalarning xo'shallik uchun xo'shal bo'ladi. Ularning g'amlari uchun g'amkin bo'ladi. Ata-analarning balalarining qatori qo'shilib odam bo'lganini ko'rganda qanchalik hayajonga to'lib, o'zlarini qanchalik saodatli his qilganligini tasvirlab bilish qiyin. Balalar ata-analarning buguni ham atisidir. Ular o'zlarini unutgan holda farzandlari uchunla yashaydi. Ata-analarning balalar ustidagi haqlari balalarning ularga yaxshi muomala qilish, qitir-qinib xizmatlarni qilishdan iborat birla jumlaga qisqaraydi. Ata-analarga yaxshi muomala qilish degan bu bir jumla so'z ularni moddiy va ma'naviy jihatlardan ta'minlab turish, ularni hamisha asrash, ko'ngillarini shod qilish, uni beqib cho'ng qilish jarayonidagi yaxshiliklarni, ajrlarni qaytarishga tirishish, ularning armonlarini, vasiyatlarini amalga oshirish, ularni hamisha eng oliy ehtirom bilan hurmat qilish, ularni ranjitmaslik qatorliq ko'plagan yaxshilik turlarini o'z ichiga oldi. Shuning uchun Alloh taolo balalarni ata-analarga yaxshi muomala qilishdan iborat bu bir jumla so'zga buyurib mundaq deydi. Ya'ni Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ata-analarga qitir-qinib xizmat qilishinglarni farz qildi. Ularning biri yo ikkilisi sening qo'l ostingda bo'lib yashnab qolsa, ularga ohoy degan so'zni qilmagin. Ularni dushkanlamagin. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgin. Ularga kamoli mehribonlikdan nihoyatda kamtar muomala bo'lgin va ey Rabbim, ular meni kichikligimda tarbiyalagandek ularga marhamat qilgin degin. Rabbinglar dilinglardagini obdan bilguchidir. Agar sizlar yaxshi bo'lsanglar, shuni bilinglarki, Alloh yomonlikdan yuz o'rib, tavba yuzlanganlarni nihoyatda kechirguchidir. Bu oyatlar balalar qandaqli sharoitda bo'lmasin, ya'ni ular mayli boy bo'lsin, mayli kambag'al bo'lsin, mayli ko'ngillari xotirjam bo'lsin, mayli g'am qayg'u ichida bo'lsin, har holatda ota-onalarga qitir-qinib, ixlos bilan xizmat qilishning lozimligini ifodalaydi. Hatto Qur'on Karim ba'zi vaqtlarda balalarning ochiqidan o'zini tutolmagan holatlardami ularga malollikni bildiradigan oddiy so'zlarni qilmaslikni tavsiya qiladi. Xususan, ata-analar yashnab qolganda, ularning ko'ngli nozuk, gap ko'tarolmaydigan bo'lib qolgachqa, ularga intayin yumshoq va siliq muomala bo'lishni alohida tavsiya qiladi. Uningdan keyin balalar ata-analarga qo'llaridan keladigan butun xizmatlarni qilganning sirtida Alloh taolodan ularga marhamat va rahmat tilashni tavsiya qiladi. Eng oxirida Alloh taolo ularning dillaridagi butun o'ylaganlarini bildiganligini va ota-onasiga bo'lgan samimiy ixlosi, muhabbatiga qarab mukofot berganligini, gunohlarni mag'firat qilganligini bayon qilish bilan bu tavsiyalarni tamomlaydi. Yuqorqi oyatlardagi ihsanan degan so'z qadr qilish, mukammal o'rindash, jon dil bilan ishlash degan ma'nolarni ifodalaydi. Qur'on Karimdagi Alloh har narsani mukammal yaratdi degan oyat bu ma'noni ifodalaydi. Ihson yana har ishni qadr qilib qilish. Islom dinidagi 3 cho'ng martabaning biri bo'lib, birinchisi iymon, ikkinchisi islom, uchinchisi ihsondir. Farishta Jibril Muhammad alayhisalomdan savol so'rgan mashhur hadisda uning avval islomni, andin iymonni, andin ihsonni so'rganligi bayon qilingan. Demak, mukammal o'rindash, qitir-qinib qilish degan ma'noda kelgan va islom dinining iymon va islomdan keyingi martabasi bo'lgan ihsonni yaxshilik qilish degan oddiy ma'noda tushunish to'g'ri bo'lmaydi. Buning asosan ota-onaga ihson qilish deganni ota-onaga yaxshilik qilish deb tushunish to'g'ri emas. Chunki birovga yaxshilik qilish degan xolisona yordam qilib qo'yish, xayr saxovat qilib qo'yish deganlik bo'ladi.
Halbuki, ata-anaga ehson qilish farzdir. Farz bo'lgandimi odatdagi farzlardan emas, balki Allohga ibodat qilishdan keyingi ikkinchi cho'ng farzdir. Yuqorqi, ya'ni Rabbing faqat uning o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onanglarga qitirqinib xizmat qilishinglarni farz qildi degan oyatning ma'nosi buni taqozo qiladi. Shunga ata-ona qilinadigan ehson boshqalarga qilib qo'ydigan xayr ehsonga va xolisona yordamlarga o'xshamaydi. Chunki xolisona yordam va xayr ehson degan boshqalarga badalsiz qilib qo'ydigan narsa. Ammo ata-ona qilinadigan ehson ularning qilganlarini qaytarish yo'lidagi burch va qarzdir. Shunga bundaq bir qarzni ado qilish yo'lidagi xizmat burchini oddiy ma'noda yaxshilik qilish deb tushunish to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, siz birsiga badalsiz holda bir narsa bersangiz yoki o'simsiz qarz berib tursangiz, siz uningga yaxshilik qilgan bo'lasiz. Ammo siz uningga ma'lum bir xizmatining yoki yaxshiligining yuzidan bir narsa bersangiz yoki uningdan olgan qarzingizni qaytarib bersangiz, uningga yaxshilik qilgan bo'lmaysiz. Balki haqqini ado qilgan bo'lasiz. Ata-onaga xizmat qilishmi ularning haqqini ado qilganlikdir. Bu xolisona yordam yoki xayr ehson tariqasidagi bir yaxshilik emas. Alloh taolo ata-ona haqida tavsiya qilib mundaq deydi. Insonni ata-onasiga yaxshi xizmat qilishga buyurdik. Anisi uni qo'sqida usti-ustiga ojizlik bilan ko'tardi. 2 yilda uni sutdan ayirdi. Ey inson, menga va ata-onangga shukr qilgin. Oxir qaytadigan joy mening dargohimdir. Ata-onaning ulug'ligi. Hammaga ma'lumki, odam bolasining boshqa jonliqlardan alohida farqlanib turgan xislatlardan biri shuki, odam bolasi yaxshilikni suyadi. O'ziga yaxshilik qilganni hurmatlaydi va bu yaxshilikni qaytarishga tirishadi. Chunki odamning ichki hissiyoti o'ziga yaxshilik qilgan beshiga kun tushgan chaqlarda uningga hamdam bo'lgan ig'irchilik, xushallik kunlarda birga bo'lgan kishilardan suyundi. Qalbi doim shundoq kishilarga intildi. Ashundoq kishilar bilan xiyol surganda ko'ngli arom topadi. Shu ularni hamisha yod etib turadi. Ularning qilgan yaxshiliklarini aslab turadi. Ondaqda biz uchun ashundoq suyunishga, ashundoq aslab turishga eng loyiq kishilar kim? Shubhisizki bizni yo'qlikdan bar qilib, dunyo turmushimizdagi to'g'ri xato yo'llarni ko'rsatib, to'g'risini bizga ato qilgan Rabbimiz Allohdan qolsa, bizlarga eng ko'p ajr so'ndirgan, dardimizni tatgan, bizga yaxshiliklar tilagan, bizning ota-onamiz bo'lib, dunyoda bizlar uchun ulardek jafo chekkan, g'amimizni yegan kishilar yo'q. Ota-onaga yaxshilik qilish ulug' ish. Chunki u ibodat ham majburiyat. Ata-onalar bizni beqib, tarbiyalab, mushu holga keltirish yo'lida nurg'unlagan jafo-mushaqqatlarni chekkan kishilarimizdir. Biz kichik bir bolaga ahvoliga nazar silib, uning tug'ilib cho'ng bo'lg'ich bo'lgan orliqdagi umum holatini tasavvur qilib baqqanimizda, shu hamon Qur'on Karimdagi "Ey Parvardigorim, sen atam, anam ikkisiga meni kichikimda tarbiyalagandek rahmat qilgin" degan duoni o'qig'imiz keladi. Qani o'ylab baqing. Sizning ata-onangiz kun sir ojizlab turgan 9 oy ichida sizni ming bir jafoda qo'sqida ko'tardi. Yana shu ojiz holatida sizni tug'di. Sizning qo'saq ichidagi kun sayin cho'ng'ishingiz, eg'irlashingiz onangizga kun sayin eg'irlik, ojizliklarni ib keldi. Bu hatto sizni tug'ish oldida boshqa bir dunyoga berib qaytgandek, dunyoning hammasini qorong'ulik besib ketgandek, xuddi o'limni o'z ko'zi bilan ko'rgandek bo'ldi. Lekin siz tug'ilgandan keyin sizning mehri issiq onangiz ko'zini ichib, sizning yonida yotganligingizni ko'rgan hamon barliq dard alamlarni, dunyoni zilzila keltirgan to'lg'oq og'riqlarni butunlay unutib ketadi. Barliq umid yo'llarini sizga bog'laydi. Sizda go'zal turmushning xushalliklarini, baxt saodatlarini ko'radi. Shuning bilan u kecha-kunduzlab siz uchun ishlaydi, sizga xizmat qiladi. Sizning kundalik ozuqingiz uning qimmatli oq suti bo'ladi. Sizning turadigan uyingiz uning issiq bag'ri bo'ladi. Sizning o'ltiradigan, minadigan narsangiz uning ikki qo'li dumbisi bo'ladi. U butun vujudi bilan sizning holingizdan xabar oladi. U sizni to'yg'izish badliga o'zi ochiq qiladi. Sizni aram oldirish, uxlatish uchun o'zi tunaydi. Ana sizning duch kelgan qo'rqinch his qilgan ishlaringizda sizni qo'yniga tashlab yig'laydigan, dard aytadigan, dardingizga yetadigan, beshingizni silaydigan birdan bir shafqatchingiz.
Çünki siz aşı çağlarda ananızın quchqini özünüzün panah joyidek, onun issiq bag'rini özünüzün arzu isteklaringiz bilan to'lgan keng bir dunyodek hissiyotlarda bo'lasiz. Hamda o'zingizni uning quchqiga tashlagan hamon barliq qo'rqinchliklardan xoli bo'laman deb qaraysiz. Otaning ajrimi onaninkidan qilishmaydi. Endi otangizga kelayli. Atanız kecha kunduzlab sizni o'ylaydi. Siz uchun jon ko'ydirib ishlaydi, yo'l yuridi, safar qiladi, tog'i davollardan kechidi. Sizning kiyim-kechak, yemak-ichmagingizni qo'lga keltirish uchun nurg'un dard, alam, jafo mushaqqatni tortidi. Ko'plagan xatarlarga yo'liqidi. U mushundaq sezgirishlarni, turmush jarayonlarini, xilma-xil kechirmishlardan boshini o'tkazib, sizni tarbiyalaydi. Sizning holingizdan xabar oladi. Siz otangizning yiniga kirsangiz, sizdan xushallanadi. Ko'ngli ichildi, sizdan faxrlandi. U sizga nurg'ulg'an umid nazarlari bilan qaraydi. Yaxshi o'sib yetilib, kelgusida yaramli odam bo'lishingizni Allohdan tilaydi. Otangiz sirtqa chiqish uchun sizdan ayrilish tamsalganda, siz uni quchoqlab olsiz. Uning peshiga esilib olsiz. U xuddi ikkinchi qaytib kelmaydigandek, bar ovozingiz bilan yosh to'kib yig'laganingizda, mehri shafqatli qo'llar bilan bosh ko'zingizni silab, sizga tasalli beradi. Otangiz qaytib kelganda, xushalligingizdan o'zingizni uning bag'riga tashlaysiz, yayrab ketasiz. Ana shu ikki kishi sizning ota-onangizdir. Ana shu vaqtlar sizning go'dak o'smir chog'laringiz. Ularni bu yaxshiliklarni qaytarish sizning burchingizdir. Xulos qilib aytganda, ota-onaning haqlari bekmi ko'p. Ularning bolalar uchun qilgan yaxshiliklarini to'lab bo'lg'isiz. Shundaqdan biz ko'z oldimizdagi ba'zi majburiyatlarni iqtidorimizning yetishicha o'rindab turishimiz lozim. Masalan, ularni eng kamoliy ehtirom bilan hurmatlash, qadrlash, xizmatlarni qilish, har xil vositalar bilan ularga iliqlik yetkazish qatorliq ishlar bilan ularning roziligini va duosini ilish, ularning arzu istaklarini amalga oshirish yo'lida hech narsamizni ayamasligimiz lozim. Payg'ambar alayhissalom, otam mening pul milimni so'rayotidi deb kelgan bir odamga, sen va sening mol dunyolaring otangga oiddir deb javob bergan. Bu hadis bola va bolaning qo'lidagi barliq narsa kerak pul mol otaga tava ekanligini, ota u narsalarni xohlagancha ishlatishga huquqli ekanligini ifodalaydi. Ota-onangizni hayot vaqtida xush qiling. Nurg'un kishilar ota-onasi hayot vaqtida ularning qadrini bilmaydi. Ularni yo'qlab turmaydi. Go'yo ularni hamisha shunday hayot turdigandek g'aflatning keyniga kirib, bir kun bo'lsin baldiroq ularning yaxshi duolarini ilib olishga aldirmaydi. Ata-onasi bu dunyodan ko'z yumgandan keyin yuragi ezilgan, dili yumshagan va burun urlarga ko'proq kamra bo'lib, ularni rozi qila olmoqlik sababli hasrat, nadomat chekkan vaqtida birdilla ata-onasi uchun ko'p yaxshi ishlarni qilg'isi kelib, hashamatlik nazar chiroqlarni o'tkazishga boshlaydi. Savabini ata-onasi atab xolis Alloh roziligi uchun peqirlarga o'tkazib bergan nazar chiroqlarning savobi ata-onasiga yetilganligida gap yo'q. Ammo ata-onasi o'lgandan keyin chiqim qilganlarning yarmini bo'lsa-mu, ular tirik vaqtida ularning ehtiyojlari uchun chiqim qilib berib, ularni tirik vaqtida xo'sh qilganga nima yasun? Halbuki Alloh taolo bizni ata-onamiz o'lgandan keyin ular haqida nazar chiroq o'tkazishga emas, balki ular o'lishdan burun ularning xizmatini qidirqinib qilishga, pul milimizni ular hayot vaqtida xajlab berishga chaqirgan emasmi? Ata-onasining xizmatini ular o'lmasdan qatirqinib qilib, mol dunyosini ular uchun ayamay xajlab, ularni hayot vaqtida rozi qilib olganlar, ata-onasi bu olam bilan xo'shlashgandan keyinmi, Allohning qazosiga rozi bo'lib, ortiqcha hasrat chekmaydi. Chunki ular qilish tegishliklarini qilib, burchini ado qilganlardir. Ammo ata-onasi hayot vaqtida ularning qadrini bilmaganlar, ularni hamisha shunda hayot turaverdi deb gumon qilganlikdan, ularning xizmatlarini qilib, burunroq duosini ilishga aldirmaganlar, ata-onasi o'lgandan keyin hashamatlik nazar chiroqlarni o'tkazib, savobini ularga atsimi, baribir bir umr hasrat nadomatda o'tadi. Chunki ular g'aflat ichida qilib, fursatni o'tkazib qo'yganlardir. Bu xuddi bug'doyni o'rim vaqtida o'rishga ahamiyat bermaganlikdan, o'rim vaqtini o'tkazib qo'yib bug'doylar to'kilib ketgan dehqonning ziyon tatqiniga o'xshash bir ish. Chunki har ishning bir vaqti soati bor. Imtihon vaqti tugaganda kelgan o'quvchini muallim sinfga olmaydi. Ota-onaga yaxshilik qilish payg'ambarlarning axloqi. Ota-onaga yaxshi xizmat qilish payg'ambarlarning axloqi va haqiqiy musulmonlikning nishonasidir.
Allah Taala İbrahim alayhissalomning ozg'un dadisi Azarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun dadisiga mehribonlik bilan nasihat qilganligi va dadisi uning nasihatini qabul qilmagandimi uning amonlik tilab chiroyli qaytganligini bayon qilib mundaq deydi. Ya'ni o'z vaqtida İbrahim atasiga aytdi. Ey ata, nemishqa anglamaydigan, ko'rmaydigan, sana hech narsa esqatmaydigan narsalarga cho'qinsan. Ey ata, menga sen to'g'ri bilmaydigan ilmlar keldi. Manga әгешкін, seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey ata, shaytonga cho'qinmagin. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. Ey ata, sening marhamatlik Allohning azobiga qilishingdan, shaytonning hamrohiga aylanib qilishingdan qo'rqman. Atasi aytdi. Ey İbrahim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen bunda qilishni yanmasang, cho'qim seni tashga saqib o'ldirman. Uzoq zaman mendan yiroq turg'in. İbrahim aytdi. Sana amanlıq bolsun. Rabbimden sana mağfiret dileymen. Allah bana haqiqatan mehribondir. Allah Taala Yahya alayhissalom to'g'riliq mundaq deydi. Uni ata-onasiga kuyimchan qildik. O mutafakkir, osiylik qilg'uchi bo'lmadi. Allah Taala İsa alayhissalomning beshik yetib so'zlagan so'zini bayon qilib mundaq deydi. Allah meni onamga kuyimchan qildi. Meni mutakabbir qilmadi, shaqi qildi. Ata-onaga yaxshilik qilishning turlari nihoyat ko'pdir. Ata-onaga yaxshilik qilish moddiy va ma'naviy har ikki tarafni o'z ichiga oldi. Ata-onalarga pul mol yordam qilish, hojatlarni ravo qilish, og'ir ishlar bo'lsin, yeni ishlar bo'lsin, hammada ularga itoatchanlik bilan xizmat qilish qatorliqlar moddiy tarafdan yaxshilik qilganlik bo'lib sanaldi. Ularning ko'ngillarini xushal qilish, dardlariga quloq solish, musibatlariga tasalli berish, bilmaganlarni bildirib qo'yish qatorliqlar ma'naviy jihatdan yaxshilik qilganlik bo'ladi. Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Cennet analarning oyoq ostida. Yani mundaq deydi. Allah'ның razılığı, atının razılıqıda. Allah'ның g'azabi, atining g'azabida. İbn Ömer raziyallahu anhu bir adamning anasini yudib Ka'bani tavaf qilayotganligini ko'rdi. Bu adam İbn Ömerga yaqinlashib, "Ey İbn Ömer, men buning bilan onamning meningdagi haqlarini ado qilgan bo'ldimmi?" deb so'raganda İbn Ömer raziyallahu anhu, "Yo'q, sen tex ananing ajrlaridan mingdan birini ado qilmading, lekin sen yaxshi qilding. Alloh sening ozli xizmatingga ko'p savob bergisi" deb javob berdi. İbn Ömer raziyallahu anhu Peygamber alayhissalomdan buni hadisni rivoyat qildi. 3 nafar kishi ketib boradi. To'satdan qattiq yomg'ir yog'ib ketib, ular bir tog'ning tagidagi o'nkir kirib oldi. Bu vaqtda tog'dan cho'ng bir tosh dumlab tushib, o'nkirning eg'izini to'sib oldi. Ular bir-biriga Allah uchun xolis qilgan amallaringlar bo'lsa, shu amallaringlarni vasita qilib duo qilib beqinglar. Balki Allah uning yuzidan bizga bir chiqish yo'l berib qolar deyishidi. Ularning biri mundaq deb duo qiladi. Ey Allah, mening yashnib qolgan ota-onam bir narsida balam bor. Ular uchun qo'y baqatdim. Har kuni ularga sut ichkizatdim. Bir kuni kech qilib qoldim. Kelsam ota-onam uxlab qopti. Men sutni sig'ib ekilib, ularning beshi tutib turdim. Ularni uyg'otish ko'zim qiymadi. Kichik narsida balam oyog'imda ochliqdan zorlanib sut ichaman deb yig'lab turadi. Men hamisha avval ota-onam ichkizib bo'lib, ondan balam ichkizatdim. Ota-onamning uyg'onishini kutib shundoq turib, tong atdi. Agar mening bu qilganim sening daragahingda yaxshi amal qatoridan bo'lib qabul qilingan bo'lsa, bu amalimning 100 xotirasi bilan bizga bir yuchuq ichib berginki, biz yo'riqlikni ko'rayli. Allah ularga bir yuchuq ichib berdi-da, shuning bilan ular osmonni ko'ra oldi.